Assalomu alaykum. Ishni rasmiy boshladik amsa. Oldi bilan sizlarga sayohat vizasining turlarini ko'rsatish uchun Kanadaning hukumat to'riga kiraylik. Hukumat to'riga kirgandan keyin birinchi ochiladigan ekran mana bu holatda. Kanadaning davlat tili ingliz tili va fransuz tili ikki xil. Ingliz tili kirgandan keyin Kanadaning yangi chiqayotgan siyosatlarning mabatning beshiga keltirib qo'ydi ekan, chiqarib qo'ydi ekan bu yerda. Masalan, shuni ochsak, bu foreign workers chet ellik ishchilarni qabul qilamiz deb yozib qo'yibdi yangi chiqqan planda. Buning için içip qarab baxsaq, Atlantic International Graduate Program, bu program deb 3 programmasi bor ekan, bu yangi chiqqan siyosatning ichida. Bugun buni so'zlamaymiz, keyingi videolarimizda so'zlab qolishimiz mumkin. Birinchi videolarımda o'tgandek, ya'ni bizniki so'zlaydigan nuqtalarimiz sayohat vizasi, xizmat vizasi, o'quvchilik vizasi, ko'chman bo'lib kelish degan qatorliq mush mazmunlar. Mushlarning har birisining ichida nurg'un mazmunlar bor. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lganim sayohat vizasi va uning turlari, ya'ni visitor visa deb qo'yamiz. Visitor visaning turlari ko'p. Eng oldi bilan sizlarga deb berdiganim Super visa deydigan bir viza bor. Bu vizaning vaqti 10 yillik, ya'ni musha yashayotgan birasining ota-onasiga va buvisi mumsiga beriladigan viza. Buningki bahasi $100 deyman bu vizaninki nimasi. Ya'ni buningda shu Kanadada yashayotgan bir bolalaringlar bo'lsa, navararinglar bo'lsa, mushu vizani berdi sizlarga 10 yil vaqti. Buningda bir invitation letter of invitation, ya'ni chaqiriq qog'ozi ketidi. Eng asosli material shu. Yana birisi Super vizadan keyin mayda Visit Canada on a business deganda beri ikkinchi xil turi visitor vizani keyin sayohat vizaning yana bir xil turi. O'zingiz miyaga Kanadaga ma'lum bir yarmanka bo'lamdi yoki so'tqa qilib kelmandamsiz yoki shu bir faoliyatga kelmandamsiz, shu viza. Buniki ichidagi muhim bo'lgan bir mazmunmi, ya'ni shu chaqiriq qog'ozi. Chaqiriq qog'oziniki mazmunda sizni taklif qilmoqchi bo'lgan ma'lum bir organ yoki bir shirkat o'shaniki o'shaqchi uchurlari bor. Mushlar hammasi men falon shirkat bo'lman, o'rnim mundaq, ismim mundaq degandeklar. Undan boshqa sizningki uchuringizda shu invitation letter, shu chaqiriqnomaga sizning uchuringizni tafsiliy yozgan bo'ldi. Bu savdo maqsadida Kanadaga kelishninki vizaninki yana bir xil turi. Mayli sayohat vizasi bo'lsin, ya'ni tuqay yo'qlash vizasi bo'lsin, sayohat qilib kelmansiz, sayohat planingiz aniq bo'lishi kerak. Masalan, oldimizda Kanada davlat bayrami kuni kelyapti. Nurg'un kishilar mishaga sayohat vizasi iltimos qilgan chog'da men Kanadaniki davlat bayrami kunidagi shu dog'dug'ini ko'rmoqchi, sayohat qilib kelmoqchi degan maqsadda odatda bir haftalik plan qilib, planning aniq manchingchilargacha deb planni aniq yozib, shu sayohat vizasiga iltimos qiladi. Bir faoliyatlarga qatnashmoqchi bo'lsangiz, unda bu business Visit Canada on a business purpose. Mana bu yerda super visa arası yan bir deb qo'ydigan sayohat vizasining turlari transit visa degan aniq qo'yilganlar. Bu adat electric travel authorization deb qo'ydi. Buningki bahasi shu $7. Navada sizniki Kanadaniki boshqa vizangiz yo'q bo'lsa, shu vizaga iltimos qilib Kanadadan aeroplan olmishsiz. Ya'ni boshqa bir davlatga bormoqchi bo'lsangiz, o'tirdiki olmishdigan yeringiz, aeroplan olmishdigan yeringiz Kanada bo'lsa, buningda cho'qim transit viza ketadi. Transit viza ketmay Kanadadan olmishdigan davlatlarninki tizimligiga qarab boqaylik, bularni qarab boqsaq, bunda uzun bir muncha davlatlarning ichida China degan gap yo'q. Shunlashqa Kanadaniki transit vizani olmay turib Belatamanglar bu yerda olmuş qo'yaqdisin, shu o'zinglar turishib davlatdan chiqarmay kelib qolsalar bo'lmasa. Hamda visitor visa, ya'ni transit visa bo'lmay turibmi Kanadadan almash qilib bo'lamdi degan joyda almash qilib bo'ladi. Lekin uning shartlari bor. Masalan, US visa bo'lishi kerak, ya'ni Amerikaniki vizasi bor bo'lsa, to'xtang, visa exempt countries malaning ichida China yo'q dedik. Endi bor bo'lib qolishi mumkin. Visa exemptions, ya'ni yo'q bo'lgan shu viza bo'lmay turibmi Kanadada almash qilib bo'lamdi degan joyda bo'ladi albatta. Ba'zi
nimalar bor, lekin shartlik holda. Masalan, men qarab baxsak China People's Republic deb turdi. Mushu bor ekan, endi buniki nima desa, meet certain requirements. Yani şartları bor. Şartlara qarab baxsak, masalan, mayda China Transit Program deydigan bir program bor. China pasportni ko'tarib turib, Kanadadan transit qilmoqchi bo'lsangiz, passengers cho'qim US tarafdan kelgan bo'lish kerak yoki bo'lmasa US ga bormoqchi bo'lsangiz, cho'qim o'zingizning qo'lida Kanadaniki deyman bu. O'zim Kanadalik keldi. Amerikaniki viza bo'lish kerak. O'xshash bir kunning ichida yoki bo'lmasa eng uzun bo'lgandimi 48 soatning ichida shu Kanadaniki chegarasidan chiqib ketishingiz kerak o'tirdi. Aeroplan ishadigan. Uni transit viza deb ataymiz. Hozircha shuncha deb turayamsa. Kelarki videolarimda yana boshqa o'quvchilik vizasi, xizmat vizasi, ya'ni xizmatga ehtiyojli qanday xizmatlar bor, o'shani qanday iltimos qildi degandeklarni bir qur tushuntirib o'tsam, bugungi sayohat vizasi to'g'riliq so'zlaydiganimiz faqat shunchalik. Mau ishlayotgan videolarimni agar foydali ekan deb qarasanglar, barmoq belgisini besib qo'yasizlar. O'zingizlar qiziqadigan temalarni ostiga inkas shaklida yozib qo'ysanglar, men shularga qarata kelarki videolarimning mazmunini to'g'rilab yoki bo'lmasa sizlarning so'ragan savollaringizga javob bersam bo'ldi. Meniki endi ayrim sizlarga maslahat beradigan undaq planim yo'q. Sizlarga viza beradigan, o'tirib bir shirkatga xizmat qilib, mancha pul olib, undaq ishlar yo'q. Shuningdek xato tushunib qolmanglar, faqat o'zinglarning o'z tirishchanliginglar orqali kelinglar. Men sizlarga o'tirda yo'l ko'rsatib berguchi xolos. Ishlaringlar o'ng'ishli bo'lsin, ishonch va umid bilan yashanglar. Xudoyim bo'lsa bir kunlarda Kanadaga kelib qolsanglar, yo'qlab o'tinglar meni. O'zim Ottawada yashayman. Kanadaning poytaxti Ottawa shahrida. Mushtik bo'lsin bugun. Ishlaringlar o'ng'ishli bo'lsin, xayr xo'shamsa.